Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz boshlaramiz bo'lmasam, bugun sizlar bilan interferensiya, diffraksiya va diffraksion panjara degan mavzuni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan interferensiya mavzusini gaplashamiz faqatgina. Diffraksiya, diffraksion panjara keyingi darslarimizda bo'ladi, xudo xohlasa. Boshlaramiz bo'lmasam. Interferensiya nima? Xullas kalom biz sizlar bilan optika bo'limini boshlayapmizki, xullas kalom yorug'lik xossalarini o'rganib kelyapmiz. Yorug'likda biz gaplashyapmiz, to'lqin xususiyatini gaplashyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni yorug'ligimiz elektromagnit to'lqin dedik. Elektromagnit to'lqin bo'lgandan keyin xullas o'sha elektromagnit to'lqinligini isbotlovchi hodisalarni bir-bir xullas kalom gaplashib, ochib kelyapmiz. O'shalardan yana bittasi, ya'ni yorug'likda elektromagnit to'lqin sifati, ya'ni o'sha to'lqin sifatida to'lqinligini isbotlovchi yana bir nima deydi? Mavzu bu interferensiya mavzusi desak adashmagan bo'lamiz. Interferensiya. Xullas, qaranglar, interferensiya so'zining ma'nosi nima? Interferensiya so'zining ma'nosi sochilish, deb kechirasizlar. Birlashish, qo'shilish degan ma'nolar bildiradi interferensiya. So'zining ma'nosi shunaqa. Endi qaranglar. Xullas kalom interferensiya o'zi nima? Xullas kalom birinchi ta'rif yozib qo'yaylik, kelinglar. Har doimgidek men shunga o'rganib qolgan ekanman o'zi. Birinchi interferensiya deb yozamiz. Interferensiya nima? Shunga ta'rif yozamiz. Interferensiya yozasizlar, yozinglar. Men aytib turaman, sizlar yozib qo'yasizlar, bilasizlar. Ikkita kogerent to'lqinlarni bir-biriga qo'shilishi natijasida bir-birini kuchaytirishi yoki susaytirishi. Takrorlayman. Interferensiya tera qo'yasizlar. Ikkita kogerent to'lqinlarni bir-biriga qo'shilishi natijasida bir-birini susaytirishi yoki kuchaytirishi. Xullas kalom mana shu interferensiya hodisasi. Endi qaranglar, buni oddiy qilib tushuntirganda qanaqa bo'ladi interferensiya? Interferensiya hodisasini tovushlarda ko'rish mumkin, xullas kalom boshqa yorug'likda ham ko'rish mumkin. Misol uchun kelinglar, sizlarga birinchi bo'lib misol oddiy nimalarni tushuntiraman. E'tibor bersalaring, interferensiyada qanaqa bo'ladi? U nima, qanday hodisa bo'ladi? Xullas kalom qaranglar. Misol tasavvur qilinglar, suvning betidagi to'lqinlar. Suvning betida, misol uchun, mana shunaqangi, ya'ni suv yuzida to'lqin qanday to'lqin hosil bo'ladi suv yuzida? Suv o'rtobdingiz. Nima deymiz endi? Suv yuzida ko'ndalang to'lqinlar hosil bo'ladi, to'g'rimi? Biz bilamiz buni. Ko'ndalang to'lqinlar mana shunaqangi, hozircha chizaryapman. Xullas kalom, qaranglar mana. Sal pastroqdan chizamiz, chizishim ancha qiyin bo'lyapti. Mana shunaqangi to'lqinlar nima bo'ladi? Hosil bo'ladi endi. Suv yuzida shunaqangi ko'ndalang to'lqinlar hosil bo'ladi. Tasavvur qilamiz, bitta to'lqin, misol uchun, bu birinchi to'lqin deymiz. Bu to'lqinimiz birinchi to'lqinimiz xullas kalom. Chap tarafdan o'ngga qarab tarqalmoqda. Endi qaranglar. Endi shunga qarama-qarshi yo'nalishda bag'da ham yana bitta to'lqin kelyapti. Ya'ni bu to'lqinimiz, tasavvur qilamiz, mana bunday ketyapti. Mana shu holatda tarqalib kelyapti. Ya'ni bu ikkinchi to'lqin. Bu ikkinchi to'lqinimiz o'ngdan chapga qarab tarqalyapti. Endi qaranglar, nima bo'ladi bu holatda? Keyin yana bu yerga pastga ham chizamiz, xuddi shunaqangi holatdan. Tasavvur qilamiz, bag'da xuddi yana shunaqangi holat. Ikkala holatni tushuntirishga harakat qilib beraman sizlarga. Lekin darsda bunaqangi qilib tushuntirmadim. Hammaga ko'rish tavsiya qilaman bu mavzuni. Mana bu birinchi to'lqin o'sha buyoqqa tarqalayotgan. Keyingisi mana bu ikkinchi to'lqin. Ikkinchi to'lqinimiz qaranglar mana. Xullas kalom endi shunaqangi bir to'g'ri deb tasavvur qilinglar. Men nimagadir chizolmayapman hozir. Cho'ta. Nimagadir chizolmayapman. Xullas kalom mana shunaqangi tarqalyapti. Bu ikkinchi to'lqinimiz. Bu baqa tarqalyapti. Farqi yo'q xullas hozir. Bunisida farqi yo'q misolda endi. O'chirib qo'yaveramiz buni. Qaranglar endi nima qilamiz? Xullas kalom,
Qaranglar, nima bo'lyapti. Hozir e'tibor beradigan bo'lsalaring, ikkita misol birinchi holatda mana shu tepagi holatimizda qaraydigan bo'lsalaring, hop bitta to'lqinimiz chapga, bir tarafimiz bitta to'lqinimiz, ya'ni bitta suv yuzidagi to'lqinimiz o'ngga tarqalyapti. Endi qaranglarda, hop nima hodisa ro'y beradi? Mana shu hali to'lqinlar mana kesishib turgan nuqtalar bor-ku, ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Mana shu kesishib turgan nuqtalarda nima bo'ladi? Ya'ni bu nuqtalar o'sha suv sirtini yuzasi. Ya'ni bunaqangi holatda ikkita qarama-qarshi to'lqin kelib, ya'ni qarasangiz, mana bu to'lqiningiz suvni sirtini tepaga tortmoqchi bo'lyapti, lekin mana bu qismi suv sirtini pastga tortmoqchi bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bu qismi tepaga tortyapti, mana bu qismi pastga tortyapti. Ya'ni mana bu ikkinchi to'lqinimiz. Ikkinchi to'lqinimiz tepaga tortmoqchi bo'lganda, birinchi to'lqinimiz pastga tortmoqchi bo'lyapti. Endi bu holatda nima bo'ladi, bilasizmi? Bu holatda suvni sirti bor-ku, tekis bo'lib qoladi. Tekis bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Tekis bo'lib qoladi. Xuddi mana shu holat interferensiya deyiladi. Biz hozir suvda, xulos kalom, suv yuzidagi to'lqinlarda interferensiya hodisasini ko'ryapmiz. Endi qaranglar, ikkinchi holatda nima bo'lyapti? Ikkinchi holatda e'tibor beradigan bo'lsangiz, hop, birinchi to'lqinimiz ham yuqoriga tortyapti. Mana misol uchun o'sha suv sirtini ular yuqoriga tortyapti. Endi qarang, bu holatimizda bu tarafda birinchi to'lqinimiz ham, ikkinchi to'lqinimiz ham suv sirtini xullas pastga nima qilyapti, tortyapti. Ya'ni bu yerda bu holatimizda ikkinchi rasmimizda e'tibor bersangiz, suv to'lqini hop haligi nima bo'ladi? To'lqinlanib, nima bo'ladi-da? Nima deydi? Ko'rgansizlar, to'g'rimi? To'lqin bo'lib ketadi. Xuddi o'sha holat bo'lyapti. Ya'ni mana shu interferensiya desa bo'laveradi. Mana bu yerda rasm bor. Mana qaranglar. Xuddi mana shu holat hosilarga tushuntirdim-da. Ya'ni gapirib hozir bu yerda tizmada o'sha holatni ko'rsatdim. Mana shu holatda sizlarga hozir rosa gapirdim. Mana shu holat interferensiya. Endi qaranglar, interferensiya. Hop, men sizlarga aytdimki, hozir ta'rifida, hop, buni nima qilib qo'yasizlar? Nima deydi? Chizib olasizlar. Xo'sh, endi xulos kalom. Men endi bu narsani o'chirib tashlayman. Sizlar chizib olinglar, lekin chizib chiroyli qilib chizib nima qilib olasizlar. Odatda bunaqa qilmasdim, endi shu bugun o'chiryapman. Endi iloji yo'q. Xulos kalom. Qaranglar endi nima qilamiz? Interferensiya, endi yorug'lik nimalarda interferensiya hodisasini ko'ramiz. Interferensiya. Hop, ta'rifda aytdimki, ikkita kogerent to'lqinlarni bir-biriga qo'shilishi natijasida bir-birini susaytirishi yoki kuchaytirishi dedim, to'g'rimi? Xullas kalom, kogerent nima degani? Kogerent. Kogerent degani. Xullas kalom, interferensiya hodisasi bo'lish uchun yorug'likimiz, xullas kalom, endi yorug'likda ko'ramizda endi. Kogerent bo'lish uchun hozir aytaman shartlarini yozinglar. Kogerent bo'lish uchun kogerent to'lqinlar endi odatda quyidagicha bo'ladi. To'lqin uzunliklari bir xil, chastotalari va xullas to'lqin uzunliklari, chastotalari va faza farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlar. Kogerent to'lqinlar bu. Hop, to'lqin uzunliklari, chastotalari va faza farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlar. Kogerent to'lqin bu. Chastotalari, to'lqin uzunliklari va faza farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlar. Yozib qo'yinglar-a. Endi qaranglar, qo'pol qilib, oddiy qilib aytganda, kogerent degani bu egizaklar degani, egizak degani, ya'ni egizaklar bilasizlar, to'g'rimi? Egizaklar nima bo'ladi? Nima bilan farq qiladi? Bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Bir xil bo'ladi. Xullas kalom, bizda aytyapmanki, ta'rif bo'yicha, xullas kalom, ikkita hop, shunaqangi bir nima bo'lish kerakki, to'lqin bo'lish kerak ekanki, endi yorug'likda ko'ramiz endi. Hop, shunaqangi to'lqin bo'lish kerak ekanki, ularni chastotasi ham, to'lqin uzunligi ham bir xil bo'lish kerak ekan. O'shalar qo'shilganda nima bo'lar ekan? Interferensiya hodisasi bo'lar ekan. Misol uchun qaranglar, mana bu yerda bitta S1 manba bor, mana bu yerda qanaqadir bir S2 manba bor. Bu yorug'lik manbalari, lampochka yoki qanaqadir bir yorug'lik manbai. Hop, ikkalasidan misol uchun qaranglar, mana bu birinchisidan qanaqangidir bir yorug'lik nuri chiqyapti. Chiqdi mana. To'g'ri deb tasavvur qilamiz endi shuni. Ikkinchisidan chiqqan yorug'lik mana, misol. Tasavvur qilinglar. Hop, mana shunaqa bo'lyapti mana. Ikkalasi mana shu yerda ketishdi. Bu qanaqadir x2 masofa bosib o'tdi, mana bu x1 masofa bosib o'tdi. Ya'ni ikkalasi mana shu nuqtada nima qilishyapti? Kesishyapti. Mana shu holatda kesishayotganda qaranglarda aytayapmanki, interferensiya hodisasi bo'lish uchun xuddi suvda tushuntirganimdek, hop, yo bir-birini susaytiradi yoki kuchaytiradi. Xullas kalom, susaytirganda hozir ko'rdikki, susaytirganda suv to'lqinlari nima bo'lib qoldi? Suv sirti tekis bo'lib qoldi. Endi agar kuchaytiradigan bo'lsa, hali to'lqinlanib ketdi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Endi men aytdim hozir yorug'liklaring, ikkita xullas kalom, yorug'lik manbaidan chiqayotgan nurlarimiz bir-birini susaytirsa yoki kuchaytirsa, hali susaytirganda xullas ko'rinmay qoladi yorug'lik. Tushunyapsizmi? Susaytirganda
ko'rinmay qoladi. Endi agarda kuchaytiradigan bo'lsa nima bo'ladi? Kuchaytiradigan bo'lsa unda yorqinlashib ketib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Bu hodisa tovushda ham bo'ladi. Interferensiya hodisasi tovushda ham bo'ladi. Tovushda qanaqa bo'ladi sizlaring? Xo'p, minimallik sharti kuzatilganda, ya'ni hozir susaytiradi deyapsiz-ku, yo xullas kalom qo'shilib bir-birini susaytirganda tovush eshitilmay qoladi. Endi agar xo'p, tovushlar bir-birini kuchaytiradigan bo'lsa interferensiya hodisasi natijasida, unda xo'p, xullas kalom tovushingiz balandroq eshitilib ketadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni odatdagidan baland eshitiladi. Xullas kalom o'sha hodisa ham interferensiya. Biz yorug'likda ko'ryapmiz. Xullas kalom shunaqangi holat bo'ladi. Endi qaranglar, yorug'lik elektromagnit to'lqin sifatida ko'radigan bo'lsak, bunaqa qilib qo'yamizda, mana bunday chizib qo'yamiz. Mana shunday nima qilib kelyapti deymizda, tebranib kelyapti mana. Tebranib kelyapti. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bittasi x1 masofa, bittasi x2 masofa bosib o'tadi. Endi bitta bizga kerak bo'ladigan narsa yo'llar farqi. Yo'llar farqini biz delta x bilan belgilaymiz. Kattasidan kichkinasini terib qo'yamiz. Endi bitta kattasi bizga x1 ko'rinyapti. Shuning uchun x1 dan x2 ni terib qo'yamiz. Buni farqi yo'q. Kattasidan kichkinasini terasiz. Bu yo'llar farqi. Yo'llar farqi deyiladi. Yo'llar farqi bu. Xullas kalom qaranglar. Xo'p, bu tebranib kelyapti ikkita yorug'lik. Tushunyapsizmi? Ikkita yorug'lik manbai xullas kalom tebranib kelyapti. Tushundilaring bu narsani nimaligini? Tebranib kelyapti. Mana shu nuqtada ikkalasi kesishyapti. Natijada yo bir-birini susaytiradi yoki kuchaytiradi. Hozir bularning shartlariga alohida to'xtalamiz. Endi qaranglar. Kogarent exact deyapsiz, to'g'rimi? Exact bo'lish uchun o'sha to'lqin uzunligi bir xil, chastotasi bir xil, faza farqi ham o'zgarmas bo'lish kerak deyapmiz. Endi qaranglar. Odatda mana bu yorug'lik manbalar hozir ikkita chizib qo'ydim men ham aytdi. Ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? Endi hop, ixtiyoriy ikkita yorug'lik manbayimizdan chiqayotgan yorug'lik nuri kogarent bo'lmaydi. Har xil bo'ladi. Misol uchun zavodda hop yiliga 10 mingta, 100 mingta lampochka chiqadigan bo'lsa, lampochkalar, misol bilamizku, to'g'ri? Mana shunaqa bitta lampochka, yana bitta lampochka bo'ladigan bo'lsa, bu lampochkalar bor-ku, hech qachon hamma yog'ini bir xil qilib yasaganimizda, standart hamma yog'ini 0 qilib bir xil qilib yasagan taqdirimizda mana bundan boshqacha to'lqin uzunlikdagi yorug'lik chiqadi, mana bundan boshqacha to'lqin uzunlikdagi yorug'lik chiqadi. Ya'ni chastotasi ham farq qiladi, fazalari ham farq qiladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni hop, ikkita ixtiyoriy manbani olib biz interferensiya hodisasini kuzata olmaymiz. Shuning uchun bir usuldan foydalanamiz. Bu qanaqa usul? Xullas kalom biz ko'zgudan foydalanamiz. Qaranglar, bu qanaqa bo'ladi? Hop, misol uchun mana bu yerga yas ko'zguni qo'yamiz. Yas ko'zguni mana. Xullas kalom yas ko'zgudan foydalanamiz. Mana bu yerda yorug'lik manbayini qo'yamiz mana. Qanaqadir lampochka. Xullas qaranglar, bu lampochkani yoqqanimizda yorug'lik mana misol ko'zguga tushadi. Bu ko'zguga tushgandan keyin nima bo'ladi? Optik jihatdan silliq sirtga tushganda yorug'ligimiz to'la qaytadi, to'g'rimi? Mana qaytadi. Mana bu yerda ham yorug'lik ketyapti. E'tibor bersangiz, mana bu sinib qaytgani, ya'ni ko'zguga tushib qaytgani ham, keyin mana bu yerdan kelayotgan nur ham ikkalasi nima bo'lyapti? Mana shu nuqtada kesishyapti, to'g'rimi? Kesishgandan keyin nima bo'ladi? Ya'ni ikkita nur bas bitta yorug'lik manbaydan chiqqan nurlar mana shu nuqtada kesishyapti. Kesishgandan keyin nima bo'ladi? Albatta interferensiya hodisasi ro'y beradi. Mana bu nurimiz borib, mana ko'zguga tushib qaytganda qanaqadir x1 masofa bosib o'tdi. Hop, mana bu to'g'ridan kelayotgani qanaqadir x2 masofani bosib o'tdi. Albatta optik yo'llar farqi bor. Hop, xullas kalom, ya'ni yo'llar farqi. Endi xullas kalom optik yo'llar farqi yoki yo'llar farqi, buni qizig'i yo'q. Hop, nima qilamiz? Topayotgan bo'lsak x1 minusdan x2 bo'ladi, to'g'rimi? Buni bilamiz. Endi qaranglar, nima bo'ladi? Xullas kalom, yo'llar farqi bor. Ikkalasi bitta qo'shilganda yo interferensiya nima bo'ladi? Yo kuchaytiradi bir-birini yoki susaytiradi, yo yorqinlashib ketib qoladi, yo ko'rinmay qoladi yorug'liklaring. Qisqa qilib, hali to'g'ri nimada tushuntirganda shunaqa bo'ladi. Endi qaranglar, hop shuni qatdan bilamiz? Yo kuchayishi yoki susayishini. Biz kuchayishi yoki susayishini quyidagicha shart bo'yicha nima qilib olamiz? Maksimumlik sharti kuzatildi yoki minimumlik sharti kuzatildi deymiz. U qanaqa bo'ladi? Bu quyidagicha bo'ladi. Qaranglar. Optik yo'llar farqini, mana bu yerda optik degan so'zni qo'shib qo'yay. Mana optik yo'llar farqi. Optik yo'llar farqini mana shu yorug'lik nurini to'lqin uzunligini yarmiga nisbati xullas kalom juft son bo'ladigan bo'lsa, endi qaranglar, mana bu ikkini tepaga chiqarib qo'ysam bo'ladimi? Rozimisizlar? Hop, rozi bo'lsalaring, bo'lmasalaring tepaga chiqarib qo'ydim. Xullas kalom, optik yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbati, xullas kalom, juft son chiqsa, batta maksimumlik shart kuzatiladi. Maksimum degani xullas kalom, mana bu yerda ikkalasi hop qo'shilganda
hop bir-birini kuchaytiradi degani. Endi xuddi mana shu nisbat 2 delta x taqsim lambdamiz, ya'ni optik yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbati 90 bo'lsa, 90 bo'ladigan bo'lsa, unda minimumlik sharti kuzatiladi. Minimumlik degani bu nima degani? Hop, minimumlik deganda bu bir-birini suyattirib boradi degani. Ko'rinmay qoladi yorug'liklari. Xuddi shu narsa bo'ladi. Endi qaranglar. Hop, minimumlik sharti kuzatiladi. Qaranglarda buni sharti borda, masalada buni har xil shartlar bilan berib qo'ygan bo'ladi. Agar yorug'lik deydi, misol uchun albatta ko'zguga tushyapti. Endi birorta bir muhitga tushadigan bo'lsa, muhitga tushganda yorug'ligimiz bor-ku, hop, muhitga tushgandan keyin bilasizlar nima bo'ladi? Qanchadir qismi qaytadi, qanchadir qismi sinib ikkinchi muhitga o'tadi. Xuddi mana shu holatda deydi, aytadiki bizga hop, yorug'lik o'z fazasini deydi pi ga o'zgartirdi deydi. Ya'ni fazasini pi ga o'zgartirganda, ana yozib qo'yaman, qaranglar. Pi fazaga o'zgarsa fazalar. Hop, pi fazaga o'zgarsa, xuddi mana shu nisbatlar ham bor-ku, teskari bo'lib qoladi-da. Ya'ni qanday bo'lib qoladi? Qaranglar mana 2 delta x ni lambdaga nisbati, xullas kalom. Mana shuni bir boshqa joydan yozaman shekilli. Qaranglar. Pi fazaga o'zgarsa. Pi fazaga o'zgarsa, hozir boshqa joyga yozaman. Buni yozib olasizlar. Men o'chirib tashlayapman. Qaranglar. Men buni o'chirib tashlayapman endi. Xullas kalom, sizlar boshqatdan yozasizlar. Yozasizlar xullas, boshqatdan deyapman. Yozasizlar sizlar, men buni o'chirib tashlayapman. Xullas kalom, agar yorug'ligimiz fazasini pi ga o'zgartirsa, ya'ni ko'zguga yoki nimagadir tushganda, xullas kalom, yerda uni qanaqa bo'ladi interferensiya hodisasi? Xullas kalom, qaranglar. Bu yerga yozaman. Pi fazaga o'zgartirsa, deb yozib qo'yamiz masalada. Pi fazaga o'zgartirsa. Pi fazaga o'zgartirsa, hop, 2 delta x ni lambdaga nisbati, xullas kalom, hop, nima bo'ladi? Agar juft son bo'lsa, nima dedik? Maksimumlik sharti kuzatiladi dedik. Endi bunda pi fazaga o'zgargandan keyin teskari bo'lib qoladi. Minimumlik sharti kuzatiladi. Ya'ni minimum. Ya'ni suyattiradi degani bu bir-birini. 2 delta x ni lambdaga nisbati 90 bo'lsa, bu endi nima dedik? Minimum dedik. Endi pi fazaga o'zgargandan keyin bu maksimumlik shart kuzatilib qoladi. Maksimum. Ya'ni maksimum degani bir-birini nima qiladi? Kuchaytirib boradi degani. Shu narsa. Bo'ldi, tamom. Xullas kalom, qisqa qilib aytganda mavzuimiz shundan iborat edi. Bu yerda har xil nimalarimiz bor. Mana qaranglar. Fazalar farqi o'zgarmas deganda o'sha bir xil fazada tebranadi. Hali suvda ham xos tovush suv betida to'lqinlarda ko'rsatdim-ku. Hali bir paytdaligi xullas kalom suv sirtini bir xil tepaga ko'taradi yoki tushiradi. Xullas kalom xuddi mana shu fazalar farqi o'zgarmas deganda bir xilda maksimallik, bir xilda minimal bo'lib tebranadi deganida. Xo'p, qaranglar, mana yana shu yerda o'sha holatlar ko'rsatganlarim, maksimallik, minimallik shartlari, boshqa. Keyin qaranglar, interferensiya hodisasi har doim, misol uchun buni ko'rgansiz. Mana bu yerda rasmlarda ham ko'rsatib turibman o'zi. Qarang, misol uchun siz ko'chada ketayotganingizda, misol ba'zi paytlari haligi yo'llarda yomg'ir yog'ib boshqa bo'ladigan bo'lsa, moylar, har xil mashinalarning yog'lari tomib qolsa, shunaqangi manzaraga ko'zi tushgan bo'lsa kerak hayotingiz davomida. To'g'rimi? Xuddi mana shu holat ham interferensiya manzara hosil bo'lyapti mana bu yerdan. Qarasalar, buni qaysi rangda ko'rsatsam? Lazerda ko'rsataman shu. Interferensiya manzara hosil bo'ladi mana shu yerda. Yoki-da haligi jiyanlaring nima qilib yuradigan nima bor-ku? Nima deydi? Ishirib deb mana fudab har xil nimalar hosil qilasizlar. Oddiy qilib aytganda haligi sovun tufayli. Xullas kalom o'shanga ham qarasalaring, renli bo'lib har xil kamalak renglari ko'rinadi, to'g'rimi? U ham bitta interferensiya manzara hisoblanadi. Yoki oddiygina qilib aytganda DVD disklar. Agar bo'lsa, hozir bu ham nimadan chiqib ketyapti? Xullas kalom. Shunaqa DVD disklarni ham olib qaraganingizda, yorug'lik tushirib yoki boshqa nimada qaraganingizda turli xil ranglar ko'rinadi, to'g'rimi? Bu ham o'sha bitta interferensiya manzaraga nima bo'ladi? Misol bo'ladi deb aytsak bo'laveradi. Xo'p, endi qaranglar, yana bir narsa qolib ketibdi. Shuni ham maqib qo'yay. Gapirib o'tib ketishim kerak. Qaranglar. Hop.
Yorug'ligimiz bor-ku, misol mana e'tibor bersalaring mana bu yerda xullas kelam tebranib kelyapti. Mana bunday deyapman. Mana bu yerda ham bittasi tebranib kelyapti. Ikkalasi qayerdadir qo'shilib maksimumlik yoki minimumlik shart kuzatilyapti. Bittasi x1 yo'llar yursa, bu x2 yo'l optik uzunligini bosib o'tyapti, ya'ni x2. Xullas kelam to'lqin uzunligi. Bittasiniki x1, bittasiniki x2. To'lqin uzunligi emas, optik yo'li. Xullas kelam bu tebranib kelyapti. Tebrangandan keyin buni amplitudasi bo'ladi. Qanaqadir A1, mana buniki qanaqadir A2. Ikkalasi bu yerda qo'shilgandan keyin natijaviy umumiy amplituda qanday bo'ladi desa, A umumiy amplitudamiz iltizosda, hop A1 ning kvadrati plyusdan A2 ning kvadrati plyusdan 2A1 A2 ko'paytirilgan kosinus delta phi bo'ladi. Delta phi. Tushundilaringmi? Delta phi bu yerda fazalar farqi. Fazalar farqini qayerdan topamiz? Biz bilamizki, buni tebranishlar fazasida ham o'tganman. Xuddi shu tebranishlar fazasi mana YouTube'da turibdi, bemalol ko'rib o'rganib olishlaring mumkin. Hop, yozganmizki, biz to'lqin uzunligi, bitta to'lqin uzunligini bosib o'tish uchun fazasini 2 pi ga o'zgartirish kerak. Endi qanaqadir bir delta x masofani bosib o'tish uchun qanaqadir bir fazalar farqiga nimasini o'zgartirish kerak, fazasini o'zgartirish kerak deganmiz, delta phi. Xuddi mana shu nimadan, proporsiyadan delta phi ni topib qo'yamiz, tamom. Delta phi ni topib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? 2 pi ko'paytirilgan delta x taqsim lambda, tamom. Xuddi mana shundan foydalanib ketaveramiz. Mana shu asosiy formulalarimiz bizda. Hop, shular, mana bular. Xullas kelam shularni yaxshilab bilmasak, bizda muammo qolmaydi bu mavzu bo'yicha. Juda ham sodda mavzu. Endi harakat qildim tushuntirishga, tushundilaring degan umiddaman. Hop, endi kelinglar shularga doir ba'zi bir masalalar bor, o'shalarni ko'rib bersam, yana ham yaxshiroq tushunasizlar deb o'ylayman. Xullas kelam mana shu masaladan boshlaymiz. Qaranglar, bu masalada nima qilamiz? Hop, ikki to'lqinning fazalar farqi qanday bo'ladi deyapti. Mana buni yo'llarini berdi, optik uzunlik, mana L1, mana bu L2. Hop, yo'llar farqini topamiz, delta L. Endi delta L bo'ladimi, delta x bo'ladimi, farqi yo'q. L1 dan L2 ni eriymiz. Kattasidan kichkinasini eriysiz albatta. Buni xolos L1 dan L2 ni erir ekanmiz deb o'ylamang. Hop, 13 ta lambda taqsim 8. Eriydigan bo'lsa nima bo'ladi? Bunga 2 tadan berib yuborsam, hop, lambda taqsim 8 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar, fazalar farqini toping deyapti. Delta phi ni topish uchun 2 pi ko'paytirilgan, hozir yozdik, delta L taqsim lambda degan formulaga qo'yamiz. 2 pi ko'paytirilgan lambda taqsim 8 taqsim mana lambda. Lambdalar qisqarsa 2 bilan 8 qisqarsa 4, pi taqsim 4 chiqadi. Fazalar farqi bu yerda pi taqsim 4 ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz, tebranishlarning fazodagi tarqalish tezligi v teng 6 metr taqsim sekund, chastotasi 10 Hz ekan. Endi ular bir-biridan 20 cm masofada turuvchi ikki nuqta orasidagi fazalar farqi, ya'ni bizga delta x ni beryapti 20 cm. Bu ham bo'lsa 0.2 metrga teng bo'ladi. Bizdan so'ralayotgan narsa, xullas kalom nima deyapti? Qanday fazalar farqi qanaqa bo'ladi shu ikki nuqta orasidagi deyapti. Yana o'sha formula delta phi teng, hop 2 pi ko'paytirilgan delta x taqsim lambda. Endi qaranglarda, lambdadan ham dahshat yozib yubordim. Lambdadan topish uchun nima qilardik? Tezligini, to'lqin o'sha yorug'lik yoki tarqalayotgan to'lqin tezligini xullas kelam davrga yoki 1 taqsim chastotasiga ko'paytiramiz, to'g'rimi? Bizda tezligi bor, ko'paytirilgan 1 taqsim 10, bu chastotasi ham bor. Hisoblasak 0.6. Hop, lambdamiz 0.6 ekan. 2 pi ko'paytirilgan 0.2 taqsim 0.6. Bular qisqarsa 3, bu ham bo'lsa 2 pi taqsim 3 chiqar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz. Ikkita kogerent manbadan chiqayotgan amplitudasi A va to'lqin uzunligi lambda 300 nanometr bo'lgan nurlarning interferensiyalanishi natijasida fazoning ma'lum nuqtasida iltizosda 3A amplitudaga ega tebranishlar hosil bo'ldi. Nurlarning minimal yo'llar farqi nimaga teng? Endi qaranglar. Xo'p, xullas qarasalaring, bitta ikkita kogerent to'lqin, ikkita kogerent manbadan chiqayotgan deyapti. Amplitudasi A. Bittasiniki bitta nimani xullas kelam qaranglar. Raz. Ovozim sozlab oladi. Xullas kelam ikkita kogerent manbadan. Ikkita kogerent manbadan chiqayotgan bo'lsa, ikkalasining amplitudasi bir xil ekan hozirda. A1 A2 ga teng ekan. Hop, bizga aytayapti, umumiy amplituda o'sha qo'shilganda bir-birini yo'qottirgan yoki kuchaytirgan. Hozirda minimal yo'llar farqi deyapti. Minimal bo'lganligi uchun endi bitta kuchaytirgan bo'lsa kerak bir-birini. Xullas iltizosda 3A bu umumiysi ekan. Umumiy topishni bilamiz. Ya'ni umumiy topish uchun A umumiyimiz teng bo'ladi iltizosda
Hop, a1 ning kvadrati plyusdan a2 ning kvadrati plyusdan 2a1 a2 ko'paytirilgan kosinus delta phi. Buni yaxshi bilamiz, to'g'rimi? Hop, xuddi mana shundan. Hop, qaranglar. Bizda a umumiy bor. Ildiz ostida 3a teng bo'lyapti. Ildiz ostida a1 ham a2 ham nimaga teng? A ga teng. A ning kvadrati plyusdan a ning kvadrati plyusdan 2a kvadrat ko'paygan kosinus delta phi. Hop, shu yerdan biz qaranglar, ikkala tarafni kvadratga ko'taramiz. Ko'tarsak 3a kvadratimiz teng bo'lib qoladi 2a kvadrat plyusdan 2a kvadrat kosinus delta phi. A kvadratlarni qisqartirib tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi. 2 va 3 ni oldiga o'tsa minus bo'lib o'tib, xullas kelam 1 teng bo'lib qoladi ikkita kosinus delta phi ga. Kosinus delta phi ni o'zini hisoblasak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Kosinus 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi uchun delta phimiz pi taqsim 3 ga teng bo'lishi kerak. Biz fazalar farqini topdik. Biz endi nimani topishimiz kerak? Yo'llar farqini. Ya'ni, hop, men bilamanki, bitta liambidan bosib o'tish uchun fazasini 2 pi ga o'zgartirish kerak. Qanaqadir yo'llar farqini bosib o'tish uchun fazasini delta phi ga o'zgartirish kerak. Xuddi mana shu proporsiyadan ketaman. Liambida bormi menda? Liambida bor mana. Tepada turibdi-ku. 300 nanometr. Xullas kelam o'shani qo'yaman. 300 nanometrda turaveradi, chunki javobimizni ham nanometrda so'rayapti ekan. 300 imiz 2 pi ga to'g'ri kelsa, hop, pi taqsim 3 imiz nimaga to'g'ri keladi? Delta x ga to'g'ri keladi. Mana shu yerdan delta x ni proporsiya qilib topsak bo'ldi, muammo hal bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsalaring bitta nima bo'ladi hozir? Hozir qarasalaring bitta 6 ga bo'linib tushib ekan. Shu proporsiyani hisoblashni bilasizlar, to'g'rimi? Hisoblasak hozir bitta 50 chiqyapti, adashmasam. 50, ha, D javob bo'lar ekan. Hisoblab qo'ysizlar, buni bilsalaring kerak. Proporsiyani shunaqa qilib ishlasizlar. Keyingisi, bir xil A amplitudaga ega bo'lgan kogarent to'lqinlar orasidagi yo'llar farqi juft yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lganda, ularning qo'shilishidan hosil bo'ladigan natijaviy amplituda. Juft bo'lganda xullas kelam. Kosinus delta phimiz bor-ku. O'sha 1 bo'ladi juft bo'lganda. Ya'ni A umumiylaring A1 plyusdan A2 bo'lib qoladi. Hozir bitta ikkalasi ham mana kichkina A ga teng ekan. Shuning uchun A1 plyusdan A2 laring 2A ga teng bo'lib qoladi. Keyingi masalamiz, o'zaro kogarent ikki manbadan chiquvchi to'lqinlar qo'shilishi nuqtasiga bir xil fazada yetib keldilar. To'lqinlar amplitudalari A bo'lsa, natijaviy to'lqin plus amplitudasi A qanday bo'ladi? Bu ham xuddi shunaqa, tepadagi bilan bir xil. 2A bo'ladi bu ham. C variant. Meni shundaylar degan bittaman. Keyingi masalamiz. Hop, elektromagnet tebranishlar generatori G to'lqin uzunligi 3 sm bo'lgan monoxromatik to'lqin tarqatmoqda. M va N nuqtalarda generatorlarda kelayotgan K ko'zgudan qaytgan to'lqinlar uchrashadilar. Shaklda masofalar santimetrlarda berilgan. Bu nuqtalarda interferensiya natijalari qanday bo'ladi? Ko'zgudan qaytishda to'lqin fazasi pi ga siljiydi deb hisoblang debdi. Qaranglar, qiyin emas. Hop, shunday olib qo'ysak bo'ldi mana. Qaranglar, birinchi M nuqtadagi interferensiyani ko'ramiz. Qarasalaring, G nuqtadan yorug'lik chiqdi, ko'zguga tushib, hop, qaytib mana bu yerga kelyapti. Bu yoqdan oddiy o'sha manbadan chiqqan yorug'ligimiz o'zi kelyapti. Keyin M nuqtada ikkalasi nima qilyapti? Kesishyapti. Ya'ni interferensiya hodisasi ro'y beryapti. Qaranglar, mana shu yerdagi optik yo'llar farqini topamiz. Ya'ni 11,5 bordi, 11,5 baqa keldi. Jam bo'lib qancha yurdi? Birinchi holatdagi delta x ni topyapman. Hop, 23 minusdan mana bu yerdagi masofasi 11. Tashlaymiz 11 ni. Ersak optik yo'llar farqi 12 chiqyapti. Hop, bizda to'lqin uzunligi bor ekan liambidasi 3 sm. Hop, endi nima qilamiz? Interferensiya natijasi qanday bo'ladi? Buni topish uchun optik yo'llar farqini, ya'ni 2 delta x1 ni bo'lishimiz kerak nimaga? Liambidaga. Bo'lsa nima bo'ladi? X ko'paytirilgan 12 taqsim 3. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, 24 3 ga bo'lsam 8, ya'ni juft son chiqyapti. Juft chiqsa nima bo'lardi? Maksimum bo'lamidi, minimum bo'lamidi? Juft chiqsa bizda maksimumlik sharti kuzatilardi. Lekin hali aytdimki, agar fazasini pi ga o'zgartirsa, nima bo'lib qolardi? Xuddi shu teskari bo'lib qolardi. Endi bitta juft chiqqanida maksimum bo'lardi. Endi o'zgarganligi uchun hozir bitta pi ga o'zgarganligi uchun fazasi. Hozir bu minimum bo'lib qoladi. Minimumlik sharti kuzatiladi. Bu birinchisida hali, ya'ni M nuqtadagi interferensiya. Endi N nuqtadagi interferensiyaga o'tamiz. Qaranglar. Yorug'ligimiz ko'zguga tushdi mana 14,5 borib, 14,5 kelib, mana N nuqtaga yetib kelyapti. Delta x ni topyapmiz.
Hop, nima qilamiz? 14,5 borgan, 14,5 baqa kelgan. Общий bo'lib 29 bo'ladimi hozir? 29. Endi to'g'ridan kelganda bo'lsa, qancha masofa bosib o'tyapti? 24,5. 24,5. R necha bo'ladi? 4,5 chiqadi. Endi qaranglar, delta x2 4,5 chiqyapti. Nima qilamiz? To'lqin uzunligi 3 sm. Chunki ikkalasi ham nima? Kogarent, bitta manbadan chiqyapti. To'lqin uzunliklari bir xil bo'ladi. Hop, 2 delta x2 ni lambdaga nisbatan nima bo'ladi? 2 ko'paygan 4,5 taqsim 3. Buni hisoblasalaring 3 chiqadi. Bu ham bo'lsa nima? 90. 90 bo'lsa nima bo'lardi? Hop, minimumlik shart kuzatilardi agar pi ga o'zgarmaganda edi. Hozir pi ga o'zgarganligi uchun toq bo'lsa maksimumlik sharti kuzatiladi. Maksimum. Xullas kalom tushundinglar deb o'ylayman. Muammo bas, haligi muammoli masala bas, qiyin emas. Tushunyapsizlar deb o'yladim. Shu masalalarni so'ranglar iltimos. Keyingi masalaga o'tyapman. Hop. Ko'zgu ustida chastotalari omega 1 va omega 2 bo'lgan monoxromatik to'lqinlarni tarqatayotgan S1 va S2 yorug'lik manbalari joylashgan. Nurlarning uchrashuvi natijasida ekrandagi 1, 2 va 3 nuqtalarning qaysilarida interferensiya kuzatish mumkin? Qaranglar mana. Interferensiya bo'lish uchun kogarent bo'lish kerak. Kogarent degani ikkalasi ham bitta manbadan chiqayotgan yorug'lik bo'lish kerak. Hozir biz shunday yo'llar topishimiz kerakki, o'sha yo'llardan kelayotgan yorug'liklar bitta manbadan chiqayotgan bo'lishi kerak. Misol qaranglar, mana buni olaman. Hop, birga tushyapti, to'g'rimi? Mana shu yorug'ligimiz hozir birga tushyapti mana. Endi qaranglar-da. Qaranglar, mana bu nurimiz hozir birga kelib qo'shilyapti. Kelinglar shuni tekshirib ko'ramiz mana. Davomidan qaytamiz, mana ketyapman. Mana bu yerga kelgan, tushgan, orqasiga qaytyapman. Orqasiga qaytarib boradigan bo'lsam, qayerga boryapti bu? Ya'ni S1 ga boryapti. Ya'ni bag'dan kelgani ham o'sha S1 dan chiqqan. Mana bunday kelib, bata ko'zguga tushib, keyin baqa qaytib borgani ham birinchi nuqtaga kelgan. Ya'ni hozir birinchi nuqtada interferensiya bo'ladi. Birda interferensiya bo'ladi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Tushundilaringmi? Chunki ikkalasi ham bitta manbadan chiqyapti. Endi qaranglar. Hop, ikkinchi nuqtaga kelayotgan nurlarni ko'ramiz. Ikkinchi nuqtaga kelayotgan nurlar, qaranglar. Bittasi S1 manbadan kelyapti. Ko'ryapsizlar, S1 dan kelyapti. Endi ikkinchi nurimiz qarasalaring S2 dan kelyapti. Endi bittasi S1 dan, bittasi S2 dan kelsa, bu yerda qo'shilyapti. Bu yerda interferensiya bo'ladimi desa, yo'q deymiz. Chunki interferensiya bo'lish uchun ikkalasi ham bir xil manbadan chiqqan bo'lish kerak. Ya'ni kogarent, exact bo'lish kerak. Tushunyapsizlarmi? Qisqa qilib aytganda hozir endi bu yerda exact bo'lish uchun endi qo'yaveringlar. Xullas kalom kogarent bo'lish kerak. Ikkalasi ham bir xil manbadan chiqish kerak. Hozir bittasi S2 dan chiqyapti, bittasi S1 dan chiqyapti. Bular ikkalasi kesishganda nima bo'lmaydi? Interferensiya hodisasi bo'lmaydi. Demak, 2 hisob bas. 2 ni o'yindan chiqarib tashlaymiz. Endi 3 ga o'tamiz, qaranglar. 3 ga o'tadigan bo'lsak. Hop, mana bu 3 ga kelayotgan mana bu nurni olamiz, qaranglar. S2 dan chiqib kelayotgan nurni ko'ryapsizlar. Mana shunday kelib tushyapti. Mana shunday kelib tushyapti. Endi qaranglar, mana 3 ga qo'shilayotgan bitta nur bor ekan. Mana buni orqasidan sekin qaytib boramiz. Qaytib bordik. Mana kelyapman. Hop, singan ekan bu yerda. Orqasiga qaytib ketyapmiz. Mana orqasiga qaytib borsak, bu nurimiz S2 ga boryapti. Ya'ni qarang, bag'dan kelgani ham 3 ga tushyapti. S2 dan chiqib, mana ko'zguga tushib, sinib turib, qaytgani ham 3-nuqtaga boryapti. Ya'ni, hop, qarasangiz, mana bu kelgani ham, bu kelgani ham S2 manbadan chiqyapti. Demak, bu holatda interferensiya hodisasi bo'ladi. 3 ta ham interferensiya bo'ladi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki ikkalasi ham bir xil manbadan chiqyapti. Ya'ni nurlarimiz kogarent. Shuning uchun 3-nuqtada va 1-nuqtada interferensiya hodisasi bo'ladi deb degan variantni olishimiz kerak bo'ladi. Hop. Shu ekan. Shu bilan hop interferensiya mavzusi tugadi. 129-paragraf. Hop, mavzuni tushundilaring degan umiddaman. Mavzu yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar. Bittadan hop, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hop, tanishlarga, xullas ulfatlarga, endi ulfatlarga bosib. Xullas kalom tanishlarga, fiziklarga nima qilib qo'yasizlar? Jo'natib qo'ysalaring albatta xursand bo'lamiz. Hop, shu bilan tugataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.